Son 322 haqlıq salondaki barlıq əzizlər, bugün sizlərə tanıştırmaqçı boğunumuz qat-qat türü, yəni çoğluq qat-qatda. Bunun getirgan materiallar 700 gram tuzsuz sıyırıq may, 200 gram su maya, cəmi mayna miqdarı 900 gram. Şeker 900 gram, süt 500 gram, un 950 gram, köptürgüç 25 gram, 16 tane tuxum. Aldı bilən, şu su may bilən tuzsuz sıyırıq mayimizni tuxum köptürüşə maşinimizə, quruq boğan maşiniga silib, avval aqarğuchilik şu mayning özünü köptürüb alınız. Ha xanım qızlar, mana sıyırıq mayimiz bilən su mayını köptürüb boğandan keyin işte appa quyuq holat keldi. Endi şekerimizni silib, bununğa şeker erigichilik asti xuddi köptürimiz. Anandan keyin tuxumni bir taldan chiqib köptürüb alsaq bo'ldi. Ha xanım qızlar, mana şeker erib boğandan keyin tuxumni bir taldan chiqib aralashtiramiz. Ha xanım qızlar, mana tuxumni serib köptürüb boldik, endi sütni qo'yib köptüramiz. Sütni qo'yib aralashtirib atgandan keyin unimizga köptürgichni aralashtirib silib, baş tuvan xudda anandan keyin yuqori xudda köptürsak bo'ldi. Mana xanımlar, sütni qo'yib aralashtirib bo'lgandan keyin unimiz bilan köptürgichni silib aralashtirib atamiz. Başta tuvan xudda işte aralashtirib elib, anandan keyin yuqori xudda aralashtiramiz. Xanım qızlar, mana listimizni may qog'oz silib, xemirini quygandan keyin shunga o'xshash ko'ban bilan yuzini tekshir siliqlaymiz xanımlar. Cho'qim hamma yeri tekshir bo'lish kerak. Chunki bir ya egiz, bir ya tuvan bo'lib qolsa, qattiqimiz egiz tez pishib qoladi. Buni oldin qisilgan duxovkada 170-180 gradus atrofida 20 minut atrofida qarab turib pishiramiz. Xanım qızlar, mana qat-qatlarimiz pishib tayyor bo'ldi xanımlar. Buniki har bir qavitining orasini eris bilan yoki her xil murabba qiyamlari bilan yoki hasal bilan chaplab jipslashtiramiz. O'zingizlar tayyorlagan krem bilan chaplashtirsanlarmi bo'ladi, lekin krem bilan chaplashtirgan vaqtda uzun saqlag'il bo'lmaydi xanımlar. Shunga eskartishim, 3 qavat chaplab bo'lgandan keyin shu qat-qatning o'ttirsidan kesib, bir tarafı 3 qavat, yana bir tarafı 3 qavatning orasiga yana shu kremlarimiz bilan yoki eris hasallarimiz bilan chaplashtirib 6 qavat qilamiz. Undan keyin uning ustini bezash shaklini ko'rsataman. Xanım qızlar, mana qat-qatimizni 6 qavat qilib chaplab oldik. Orasiga eris surib, jami 6 qavat bo'ldi. Endi buning ustiga o'zingizlar xohlagan kremni, ya'ni men o'rgatgan kremni sursanglar bo'ladi. Boshqa krem tayyorlash usullarini bilsanglar, uni qilsanglar bo'ladi. Kremni butunlay surib bo'lgandan keyin, andan keyin men boshqacha bir xil bezash usulini o'rgataman xanımlar. Diqqatimiz shunda bo'lsin. Mana xanım qızlar, mana qat-qatimizning ustiga kremni bir qo'r surib bo'lgandan keyin mana xil shaklda bu xaltimizga qaymoqni ilib olgandan keyin mana xil uch, ya'ni gul chiqargan uchda buni shu shaklda siqib chiqamiz. Siqib chiqib bo'lgandan keyin qat-qatimizning cho'risidan chiqqan mana ugundilarini uvab, bunga az-ozdan sepib etamiz xanımlar. Sepib bo'lgandan keyin har bir katakchining oraligiga anadagi o'zingizlar yaxshi ko'rgan meva qiyomlarini joylashtirsak bo'ldi xanımlar. Qarqat murabbolarini, bo'ljirgan murabbolarini ve yoki boshqa xil murabbalarni siqsaq bo'ladi. Siqib bo'lgan altini ko'ringlarmiz. Mana xanım qizlar, bu cho'g'liq qat-qatlarimiz bezilib tayyor bo'ldi. Har bir katakchining orasiga bo'ljirgan murabbasi oldim. Sizlar o'zingizlar yaxshi ko'rgan murabbani olsanglar bo'ladi. Boshqa xil usullardan chiroyli bezay olsanglar, o'zingizlar yoqtirgan shaklda bezasanglar bo'ladi xanımlar. Bugungi darsimiz tamom. Allohga omonat.